Assalomu alaykum, qadrli dehqon akalar. Bugun mana biz Oltiariq tumani Palason MFga qarashli Xolmuhammad akamning uzum bog'iga keldik. Bu bog'imiz 1 gektar. Xolmuhammad akam bilan 5-6 yildan beri ishlaymiz. Xudo xolasa o'zimiz kunida dorilarni ham tavsiya beramiz. Holatiga qarab, tushib turgan kasalliklarga qarab dorilarni ham aytamiz. Kuni ham o'sha yomg'ir yog'ishiga qarab yoki yog'masa 12 kun, yog'sa 10 kun, 8 kun holatga qarab dori tavsiya beramiz. Xolmuhammad aka mana bu yil uzumlari zo'r, xudo xolasa kasalliklari yo'q. Mana boshlari ham hamma yo'g'i joyida, chang sho'rlar yo'q. Eng asosiysi hammada kuz erta kelib turganga o'xshab baklarda kuyish bo'yapti. Mana bu baklarda umuman bunaqa narsa yo'q. Keyin xo'p, yana bitta narsasi Xolmuhammad akamda har doim bunaqa chang sho'r dorilarga ham zahar, ham oziqa qo'shib tashadi. O'shaning uchun baklarda ham masalan ortiqcha shikastlanishlar yoki rangi ochliklar kimlardadir bor, o'sha narsalar yo'q. Xo'p, aslan Xolmuhammad aka shu kungacha 4 marta dori sachdi. Shulardan masalan boshlang'ichiga karastar berganmiz. Birinchi bo'lib redamin sachishgan, ikkinchi bo'lib karastar berganmiz, oziqa qo'shib berganmiz hamda remopilus qo'shib berganmiz. Bu holatda qo'shib ishlatilganda ham chang sho'rga, ham zang kasalliklariga, ham oziqa ham bo'ladi. Ham masalan hasharotlar, kamistoy, hamma mana voshdek shiralar deyapti, ularga ham qarshi ishlov bo'lyapti, ham kasalliklarga qarshi bo'lyapti. O'shanga remopilus qo'shyapti. Uchinchi dori hisoblanib planter berdik. Bunga ham remopilus qo'shdik, ham oziqa qo'shdik. Endi keyingisiga beta degan zahar berdik. Bir qator tanalarni yuvgani, obработка qilgani, keyin yana karaslarga qo'shib tashgan ham. Har holatda ham oziqa, ham vitamin, ham zahar qilib qo'shib beryapmiz. Xudo xolasa yaxshi, baraka topyapti. Mevalari zo'r. Mana o'zidan ham so'raymiz. Xudo xolasa Xolmuhammad aka, dorilarimiz effekti qalay bo'lyapti? Dorilarimiz effekti yaxshi bo'lyapti. Xudoga shukr, yomon bo'lgani yo'q. Ayniqsa bu vitaminlar yaxshi effekt beryapti. Karastarlarga vitaminlarni qo'shdik, remo zaharlarni qo'shib sepdik. Boshlardagi shiralar ham, bunaqalar ham yo'q. Xudoga shunaqa narsalar bo'ladi. Uni yaxshi oladi. Yaxshi ishlayapti dorilarimiz. Bunaqa kasalliklar Xudoga shukr aynalib, mana o'zingiz ham ko'rdingiz. Xudo xolasa aka bog'da zo'r, boshlari ham hamma yo'g'i zo'r. Xudo xolasa tavsiya qilamiz, ishlatinglar. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyat Oltiariq tumani dehqon bozorining ichi Agromir 707 do'konimiz. Kutamiz, kelinglar, tavsiya qilamiz shu dorilarimizni.